Hammaga salom. Bugun biz yana sayohatga otlandik. Bizda yangi an'ana. Endi sayohatda Retro FM eshitib ketamiz. Aylana boshlar, ko'zingdan aslo oqmasin yoshlar. Umrimning bori, ko'nglimning zori, tanho o'zingsan jonim. Bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda. Sen bilan go'zal etaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Birmingemda tranzit qilib, asosiy manzilimizga ham yetib keldik. Biz Liverpuldamiz. Yeah. Damn, baby. Oh, you know it's late. I'm in the hotel. And that means one thing. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. And give it to me. Oh, come on, baby. Come on, baby, now. Hozir soat 10. Soat 3da Liverpoolning o'yini bor. Ammo hozirdan ko'cha to'la Liverpool klubi muxlislarini ko'rishingiz mumkin. Shunchaki dahshat. Muxlislik darajasi o'ta yuqori. Yeah. Damn, baby. Liverpoolning diqqatga sazovor tarixiy obidalardan biri Albert Dock. U 1846-yilda ochilgan. Albert Dock o'z vaqtida inqilobiy yutuqlardan biri hisoblanib, u quyma temir, g'isht va toshdan qurilgan birinchi dok edi. Bu esa uni dunyodagi yong'inga chidamli bo'lgan ilk ombor tizimiga aylantiradi. Hozirda Albert Dock madaniy va dam olish maskaniga aylantirilgan. Bugungi kunda u Tate, Merseyside Maritime, The Beatles Story kabi ko'plab muzey va galereyalarga mezbonlik qiladi. Albert Dock binosi bo'ylab yurar ekansiz, qarshingizda go'zal manzara paydo bo'ladi. Bu ko'rfaz hozir ham juda ham ko'plab kemalar uchun port vazifasini bajaradi. Aytishim lozimki, bu men ko'rgan eng go'zal manzaralardan biri bo'ldi. Liverpool shahrining boy tarixi va madaniyatini namoyish etuvchi yetakchi muzeylardan biri. U 2011-yilda ochilgan bo'lib, shaharning rivojlanishi, uning jahon miqyosidagi ahamiyati va hayotining turli jabhalarini aks ettiruvchi ko'plab eksponatlarni o'z ichiga oladi. Ammo to'g'risi aytadigan bo'lsam, bu muzeydan o'zim uchun biror bir foydali narsa oldim deb ayta olmayman. Biz Liverpoolning yana bir diqqatga sazovor joyiga yo'l olamiz. Bu Liverpool saboridir. U Anglikan cherkovlari ichidagi eng kattalaridan biri hisoblanadi. Uning qurilishi 1904-yilda boshlangan va 1978-yilda yakunlangan. Sabor neogotik uslubda qurilgan bo'lib, uning uzunligi 189 metrni tashkil etadi. Bu esa uni dunyodagi eng uzun saborlardan biriga aylantiradi. Anfield Road. Shahar chinakam futbol shahri ekanligiga amin bo'lgan. Mening sayohatim aynan Anfielddagi o'yinga to'g'ri keldi. Albatta menda chipta yo'q edi. Shunga qaramasdan mana shu o'yin oldidan muxlislar tomonidan kuylangan Liverpool madhiyasini eshitishga ham muvaffaq bo'ldim.
Liverpool bu tarix, qizil g'isht, temir va qat'iyat ustiga bino bo'lgan shahar. Liverpool bu musiqa, abadiylikka daxldor Beatles guruhi aynan shu yerda paydo bo'lgan. Bu qizil Liverpool, moviy Everton. G'alabada ham, mag'lubiyatda ham hech qachon to'xtamaydigan olomon hayqirig'i. Liverpoolga qilgan sayohatimdan cheksiz zavq oldim. O'ylaymanki, bu sizga ham manzur bo'ldi. Keyingi safarlarda ko'rishguncha xayr.